Ko'pchilik kommentariyamda hamda lichkalarimda yosharish retseptlarini ham ayting deyapti. Zo'r retsept aytaman. Bu kitoblarda ham yozilmagan, internetlarda ham yo'q. Aytaman va eshitib oling buni. Ovqatdan 1 soat keyin iste'mol qiling. Kechqurun, albatta, kechqurun organizm dam oladi, shunda juda zo'r ta'sir qiladi. Bir oyda siz kamida 7 yil yoki 8 yil yosharasiz. Yosh ko'rinasizda, yosharib ketibsan, boshqacha bo'lib qolibsanmi, chiroyli bo'lib ketibsanmi deyishadi. Aytaman, ajinlarda terining elastikligi xuddi yosh bola teri bo'lib qolish uchun retsept yozib oling, videoni saqlanib qoling. Qarang, chiya urug'ini bitta kichkina qoshiqda chiya urug'idan 100 gram anor suviga 2 chiya urug'ini solib qo'yasiz, kichkina qoshiq solib va shuni yarim soat turadi. Yarim soat turgandan keyin o'sha chiya urug'i ishib chiqadi. Ishib chiqqandan keyin nima bo'ladi? Shuni siz har kuni kechqurun yotishdan 1 soat oldin iste'mol qiling. 1 oy iste'mol qilingda qanaqa rezultat borligini ko'rasiz. Men buni o'zi amaliyotda sinab ko'rdimda. Juda zo'r. Terining elastikligi, terining yosharish, ajinlarga, sochlarga hammasiga zo'rda. Bu retsept juda zo'r retsept ekan, yozib oling. Chiya urug'i kerak bo'ladi va hamda anorning sharbati kerak bo'ladi. Tabiiy anorning sharbati. Shuni qo'llab ko'ring, yosharing, maza qilib yuring, hayotdan zavqlanib yashang. Shuni o'zi kifoya. Like, podpisa bosib, tanishlaringizni ulashib qo'ying.